ya. Voy. Sen yürüyen yukarı. Yaxshimisiz? Siz charchab qoldingizmi? Charchamayapman. Necha yoshsiz hozir? 71. 55-yilmanda. 70ga to'g'ri o'tdim biriga. Sahar bo'lganingizda qanaqa o'zingizda tishimli bo'ldi? Tushundim, hech narsa bo'lmadi. Hech narsa bo'lmadingiz-a? Sezmadim ham sahar bo'lganim. Mana 20-yu 20yu 4 chiqqan. Yo'q, buni anchadan beri ichaman. Ha, anchadan. Qanchadan beri ichasiz? 1 yil bo'ldi o'sha. 1 yildan beri ichasiz-a? Normali bu narsa. Insulin olmaysizmi? Xudo saqlasin. Dorilar olmaysiz, dorilar ichmaysiz, diyeta qilmaysiz. Yo'q, diyeta qilmayman. Tengdoshlaringizga nima deyapsiz fitodiabet damlamasi? Hech ham nima qilmasdan olib ichsin. Yana yaxshi bo'ladi. Buni ichganga nima etsin? Buni Ichgandan keyin yolg'oni yo'q ichida. Haqiqiy o'zi. Mana oyog'im og'rimaydi, yugurib yurib, havlada ishqilib yuribman. Biriga borish bo'lsa, bozorga peshkom borib, peshkom kelaman. Qani, ertaman turaman, o'rnimdan bunaqasi aylanib kelaman. Mana ko'chadan ketib yayi bilan. Bunaqa tushib kelaman. 2 marta. Chunki yurmasa sport bo'lmasa bo'lmaydi bu hayot. Yurish kerak, yotib olish kerak emas. Taxirmanda yotsa yotaveradi. Yo'q, men sport normal. Mana yerga bordim, o'xtashga ham. Men bilan tela u yo'qotib turganasa. Turinglar, davay. Chiqinglar, sizlarga fiziolog deyapti. Men ertaman damlayman, to'xtamay ichib qo'yaman. 2 litrga damlab olaman. Kechgacha, ertasigacha yetadi. Bu reklama yoki yolg'on emas, bu haqiqat. Buni ichinglar, maza qilib dam olinglar, davolaninglar. Buni foydasi rosa katta. Siz o'zingiz shunga ishonib qolgansiz. Ishonib qolganman shunga, shuning uchun shuni olaman. Buni ko'rib, kelib o'tirsam. Ilohim, aytganingiz